Buxoroda joylashgan Ark qalasining qurilish tarixiga yuzlansak. Dastlab Ark tepalik ustida qurilgan bino bo'lgan. Afsonalarga ko'ra Arkning asoschisi Siyovush hisoblanadi. Keyinchalik Ark geometrik jihatdan notekis, simmetrik shaklda qurilgan. Mudofaa maqsadida notekis shakl tanlangan, chunki bu shakl dushmanlar tomonidan hujum qilinganda mudofaa vazifasini bajarib berishga yordam bergan. Somoniylar, Qoraqoniylar va Shayboniylar davrida Ark kengaytirilgan va mustahkam devorlar bilan o'ralgan. Uning devorlari 20 metr baland, 789 metr uzunlikda, ichki maydoni 3,9 gektar bo'lib, 2 qavatli mudofaa minoralari bilan himoyalangan. Ark ichkarisida jome masjidi, xazina va g'aznachilik binolari, sud, jazoni ijro qilish, madrasalar, hammomlar, zindon va hukmdor saroyi mavjud bo'lgan. Arkda qadimiy qo'lyozmalar saqlanadigan kutubxona ham mavjud bo'lgan. Ark ichida Buxoro amiri yashab, davlatni shu yerdan boshqargan. 1920-yilda Sovet aviatsiyasi tomonidan Ark ustiga bomba tashlangan. Bu Markaziy Osiyoda birinchi havo hujumi edi. Bunda ko'plab bino va inshootlar vayron bo'lgan. Bugungi kunda Arkning 70% qismi vayron holda. Ark bugungi kunda davlat muzeyi sifatida faoliyat yuritmoqda.